siyasi vaziyetler, dünya iqtisadi, fen texnika, biz Sultan ekranında. Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Men qarindoshlar Nabijala. Bugün bir şekilde bir program işledik. Bugün programımız tüngenki emmimiz xabar tapdık, bir musibet xabarini tapdık. Bu bolsumu vatanda bizning tanlıq kompozitör ve tanlıq naqshchimiz Mahmud Sulayman efendim bizning vaqt aralığınlıq xabarini anlap naytamimiz bir aram bolduq. Bu ictimai taratqularda meyli vatandagi xalqimizning o'zi doirasida o'zining ko'ngil izhorini qilsin. Meyli vatan sirtidagi qarindoshlarimiz o'zimizning ijtimoiy taratqularda bir duo tilaklarini qilib bu qarindoshimizninki Alloh dargohidan jannat berishni hammamiz tilagan bo'ldik. Inshaalloh Alloh gunohlarini mag'firat qilsin. Alloh oxiratligini yaxshi qilib bersin. Kabrdaki sual soraklarını asallaştırıp bersin. İnşallah bu şekilde yaxshi tilaklar bilan özümüzün dualarını vatandakilik kılanmagan hatta ki namazını düşürenmedi hemimiz köyde qarindoshlar. Hatta ki cinazasının üstüge ayet düşürülgen yopuqlama kılanmagan şekildeki ahvalarını köydük. Şu qarindoshimizdan danlıq hemimizge tunuşluq bir insan bulu sübütü bilen qanchalik adamning qatnashayotganligi, nur adamning cheklama uchrayotganligini meyitnamizda, nur adamning kelmaganliklarini, nur adamning yo'qligini, shuni bilan birga hattoki namozni tushirolmaganligidek ahvollarni tarqatgan video oldim ko'ydi qarindoshlar. O'ylarga ayna o'ylan paytida qanday ahvolning bo'layotganligini tarqatgan qisqa video oldim ko'ryapmiz qarindoshlar. Demak, vatanimizga xalqimizning bir o'zimizning bir örpüm adetimiz boğan, örp adetimiz halkıdaki sınıp ketken bir nezir çırak ve ölüm pətisi ve şuna oxşaş meyit namazını düşürüş oxşagan dinli qayda usullarımızdan çok merhum bulavatqanlığını görüp durvatımız. Bu çekilmege uçurab Xitayning çok her cihetten bizni yok qilish qurinayotganligining dalil isbatini yana bir qitim ko'rgan bo'ldik. Endi o qarindoshimizning o'limi sirliq bo'lganligini so'zlayotganlar va hem de o keyincha belki aşkarlaş buluşı mümkün. Bazıları yürek kesildi dedi, bazıları başka benim dedi, bazıları xil şekilde. Hem de Xitayning zərxəndlik qoludun ağrıb qaralınmaydı. Çünkü bunda özünün milletini söyleyen, özünün milleti üçün, özünün Çin, özünün yürük bilen, özünün vücudu bilen hizmet qilgan insanlarını Xitay her kaçan yok qılıyordu qarindoshlar. Hem de bu qarindoshimiz özü meyli icadiyet cihet olsun, meyli aşu xalqimizga yaqadigan naqshlarni, xalqimizning qalbida o'ylig'ini tekstlarga aylantirib, ifodalab, o'zining nayt larzan ovozlari bilan nayt shaklda xalqimizning qalbidan o'rin olgan bir shaxs. Hamda nurun qarindoshlarimiz ijtimoiy taratqularda hayot vaqtida karimiz olmay o'lgandan keyin hammamiz Mersiya okuduğuk degandek gaplar oldu. Hem de hayat vaktimizde hemimiz her yerde bu şekilde vatandaki qarindoshlarimiz ne texinbek biz vatan sirti tuğalla texinbe dileyemeyimiz. Onda çeklimge uçurayımız hem uyarı qarindoshlarımızdan hayatıga xavf yetişkiliş ihtimallığı yuqori. Şuna vatan sirtidikiler kalbimizde uğruna kişiler hem ba insanların aşu meyli ahirki minutlarda, uzun minutlarda mı xalqning bildiğen ifadelerden mesela onun hayacan şekilde okugan meyli mersiyeleri olsun, meyli şiirleri olsun, meyli diklimasiya qilgan nesirleri olsun, qanday şekilde qilgan hareketlerden xalqimizning qalbida qanchalik o'rin olgan, xalqimiz uchun qanday xizmat qilganligini biz bilib olamiz. Meyli o sanat sahasida olsun, meyli doktorluk sahasida olsun, meyli astronomiya sahasida olsun, meyli qaysi kasbida olsun, o'zining xalq uchun can köydürüp hizmet qilgan bo'lsa, onun için xalq qalbida yod etadi ve çok qalbida olsun yuşurun dualarını ve ularga çok her xil şekilde yaxshi tilaklarni tilaydi. Onun için gap bu yerda bizning qaysi kasbda qaysi ishni qilishimiz u muhim emas.
Şu özümüzün qılayotgan işida xalqimiz üçün bir narsani berəldikmi, berəmədikmi? Xalqimizdagi yaxtığıdək bir alqışlığa erişəldikmi, erişəmədikmi? Xalqimizning ko'nglidagidek bir yaşayaldikmi, yaşamadikmi? Muşu eng muhimçi. Onun üçün qarindaşlar, meyli qaysi sahada bo'lsin, qaysi nimada bo'lsin, özümüzden qo'limizdan kelgan shakldagi ishlarni, xizmatlarni qila olsak, xalqimizning qalbidan o'rin ola olamiz. Yana bir narsa qarindaşlar, bu Facebook'larda bir tor mollalarida bir mollalar var. Üzüm mevhum ya bazıları iniq olsunmu, elə mollalık salayeti yok. Bir narsaga fatvo bereleydigan adamlar emas. Şuna ularning mında berib qo'ygan bir narsa yiziga aqchi ko'kchi deb qo'ygan narsalarga mında ha deb uni ishinib ketmaydi. Chunki ular hech qachon baho bermaydi. Bir insonning qaysi amalda berib u yerda jannat bo'lamdi, do'zax bo'lamdi, uni belgilovchi Allah. Janob Allah uning o'zining qilgan amallariga yarasha Allah uning qarta o'zi hukm chiqirdi. Ama miyada türülüp aqchi ko'kchi naqshi qilgan unda bo'ladi, naqshi qilgan bunda bo'ladi deb mana shakldagi insonlarni qaymoq turadigan, insonlarni ziddiyatga soladigan temin inkasini yozayotgan odamning keyini qarang. Bu kim o bu? Nima ish qilgan odamdi? Rast bir narsani bildigan odammi, bilmaydigan odammi? Buning qatta o'zimizning anikenda tekshirib bo'lgan degan qarorni versak bo'ldi. Mencha hozircha bu nimada bu haram, bu halal deyotganning hammasi tormollalarning hammasi saxta yoki bo'lmasa salay tutuşmaydigan odamlar. Onun uchun buniki gapiga parvo qilmay o'tib ketsak bo'ladi. Yana birisi mujohidning siyoqi qirib kelib olgan, mujohidning rasmini bosib qilib qilayotgan, anikendan xato inkas yozayotgan insonlar. Bularning kimligini naytdi yaxshi tekshirib, uninkiga muomala qilsak, ular mujohidga vakillik qilgan mujohidmi yo saxta mujohidmi, buni qaramasak. Yana birisiga ziyodi tipini ilib olgan, dinimizga qarshi uni buni so'zlayotganlar. Bulunun mu? Kim o bular? Zaten dinden bilmemdi bular. Bunu zaten ziyalilik salayeti bağımıttı yok muydu? Bunu mu qarab turib, bunun hatta bulunun gipiga, bunu yazgan narsiga inkas yasaqıldı. Bo'lmasa unda salayet yok. Unda yishimda bilmaydigan, ya dinni tushunmaydigan, ya dinning nima ekanligini, o'zining islom dinining nima ekanligini bilmaydigan. Bunda insonlarga u yazgan narsa qarablar, ha deblar. Hattaki bana inkas yazganlar bazıları bunda kalladın taza nima qilib ketgan odamni ko'rdimchi, bijirim emas. Taza to'g'ri tafakkur qilmaydigan odamningmi inkas etgan. İnkas yazgan, anikenda Xitoyning inkas yazgan Uyg'urcha shunday chiroyli, shunday yaxshi, shunda bizdan o'lchamlik so'zlaydigan Xitoylar bor. Uning yozgan inkaslarga qarab, ha, men Uyg'urga qilibdi, men Uyg'urmanda debdi deb buni ishinib ketsak bo'lmaydi. Shunga inkas yozuvchining salohiyatiga qaraymiz. Kim o? Ya salayet şunda tuşluğa adam mı emas mı? Onda tuşluğa adam herkes onda gapni qilmaydi. To'shmaydigan, o'zi shunda bo'lsam bo'ladi deb orzu qiladigan, yoki dinni xato tushunib olgan, yoki o'zida xato tushunib olgan odamlar har xil shaklda inkoslarni yozadi. Shuning uchun bugungi kundagidek ayna shunda atoqli cho'ng kishilarimizning insonlar xalqiga tunilgan bir mashhur insonlarimizning vafot etib ketsa, aynı cinaze namazını düşenmeyenliğini görevatımız kardeşler. Hatta ki aynı güzel tilekler olsun, güzel cayınız olsun, yatka yeriniz dağıtıdır. Cennet diyen nama diyenmeyatudur kardeşler. Şunda ahval aslında biz muhaciretkiler şu kişilerin için dua kılışka, şularına gayi cinaze namazını çürüşka naiti mühim hikayeliğine tanıp yetsek. Bunu cemaatli şip kılalaydığı yerlerde bularning jinoza namozini tushirish, g'oyib jinoza namozini anandan keyin bularga bir shaklda hammamiz o'zimiz qo'ldan kelish namozlarimizning bir bo'jigida bir shaklda ular uchun bir duo qilib qo'ysak, ham o'z biladigan, biz biladigan ijtimoiy tarafga chiqqanlarning xabarini topdik, biz bilmaydigan, biz ko'rmagan nurg'un vafot etib ketgan qarindoshlarimiz bor. Ular uchunmi duoyimizda hamda ularning sharoitimiz bo'lsa, jinoiy g'oyib jinoza namozini tushirib qo'ysak degan umiddaman. Shuning uchun o'zimning ko'z qarashini shunchalik shaklda bir har birlar o'rtoqlashib keldi qarindoshlarım. Gapimning to'g'ri yerini qabul qilinglar, xato yerlar qilib qolsin. Hamma Janob Allohga shukr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.